Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan siydik yo'llari infeksiyasi haqida gaplashamiz. Siydik yo'llari infeksiyasi deb siydik pufagini sistit va buyrakni pielonefrit infeksion yallig'lanishiga aytiladi. O'g'il va qiz bolalarda uchrash nisbati 1:10. Kestirilmagan bolalarda ko'proq uchraydi. Siydik yo'llari infeksiyasini asosiy qo'zg'atuvchilari bu yo'g'on ichak bakteriyalari hisoblanadi. Escherichia coli 50 67% holatlarda siydik yo'llari infeksiyasiga sabab bo'ladi. Undan keyingi o'rinlarda Klebsiella protei, enterokok va psevdomonadalar turadi. Boshqa kamdan kam siydik yo'llari infeksiyasini chaqiruvchilarga B guruh streptokoklar, stafilokoklar, kandida va salmonellalar kiradi. Aksariyat holatlarda siydik yo'llari infeksiyalari oshqozon ichak tizimi kasalliklaridan keyin rivojlanadi. Ko'p holatlarda bolalar isitma chiqqanda aniq tashxissiz antibiotiklar olishni boshlaydi. Misol, isitma chiqishi dargumon bo'lgan o'rta atit tashxisi bilan. Natijada siydik yo'llari infeksiyasi qisman tuzalishiga olib keladi. Pielonefrit keng tarqalgan, sababsiz isitma bilan kechuvchi buyrakni jiddiy bakterial infeksiyasi hisoblanadi. Pielonefrit bir qator belgilar bilan xarakterlanadi. Qorinda, belda yoki yonboshda og'riq, isitma, holsizlik, ko'ngil aynishi, qayt qilish va ich ketishi. Chaqaloqlarda pielonefrit ishtaha pasayishi, injiqlik, sariqlik va tana vazni yo'qotishi bilan kechishi mumkin. Bemorning immun tizimi past bo'lsa, buyrak absessi rivojlanishi ham mumkin. Sistit siydik pufagini yallig'lanish kasalligi. Bunda bemorda dizuriya, urgentlik, tez siyish, qovoq sohasida og'riq, siydik tutolmaslik kuzatilishi mumkin. O'tkir gemorragik sistit bolalarda kam uchraydi. Qo'zg'atuvchisi ichak tayoqchasi va adenovirus infeksiyasi hisoblanadi. Adenovirusli sistit ko'proq o'g'il bolalarda uchraydi, 4 kun davom etadi. Bundan tashqari bemorlarda kamdan kam uchraydigan eozinofil va interstitsial sistit ham mavjud. Hamma siydik yo'llari infeksiyalari yuqoriga ko'tariluvchi infeksiyalar hisoblanadi. Axlat bakteriyalari orqa peshobni egallaydi va siydik yo'llari orqali siydik pufagiga o'tadi. Sunnat qilmagan o'g'il bolalarda siydik yo'llari infeksiyasi ko'proq uchraydi. Ayrim holatlarda siydik pufak infeksiyasi buyrakka ham ko'tarilishi mumkin. Kamdan kam holatlarda infeksiya gematogen yo'l orqali yuqadi. Qizlarda siydik yo'llari infeksiyasi hojatga o'rgatish vaqtida ichak va siydik pufagi disfunksiyasi hisobiga kelib chiqishi mumkin. Natijada siydik pufagida qolib ketishi va infeksiya yuqishi xavfi oshadi. Maktab yoshidagi bolalarda siydik pufagi va ichak faoliyati buzilishlari bola umumiy hojatxonalardan bosh tortishni hisobiga ham rivojlanishi mumkin. Natijada siydik dimlanishi va infeksiya rivojlanishi xavfi oshadi. Qabziyat ham siydik yo'llar infeksiyasini xavfini oshiradi. Siydik yo'llari infeksiyalarining xavf omillari: ayollar va qizlar, kestirilmagan o'g'il bolalar, pufak mochetochnik reflyuksi, hojatga o'rganish vaqti, siydik ajratish faoliyati buzilishi, instrumental tekshiruvlar, tor kiyim kiyish, ostritsa invaziyalari, anatomik nuqsonlar, qabziyat, neyrogen siydik pufagi, homiladorlik, jinsiy aktivlik. Emizikli bolalarda siydik yo'llari infeksiyalari sun'iy boqilgan bolalardan ancha kamroq uchraydi. Tashxis qo'yish uchun bemorlardagi belgilar va siydik tahlili asos bo'ladi. Zarur bo'lsa, siydik ekish kerak bo'ladi. Sunnat qilinmagan bolalarda siydik yo'llarini ochish va tahlilni olish kerak bo'ladi. Siydik tahlilida infeksiya bo'lsa, nitritlar va leykositlar esterazi musbat bo'ladi. Nitratlar bakteriya ta'sirida nitritlarga aylanishi uchun 4 soat kerak bo'ladi. Lekin qo'zg'atuvchi enterokok bo'lsa, nitratlar nitritga aylanmaydi. Undan tashqari, bolada tez siyish kuzatilsa, nitratlar nitritga aylanishga ulgurmaydi. Mikroskopik gematuriya o'tkir sistitda uchraydi. Piuriya siydikda leykositlar nisbiy ko'rsatkich hisoblanadi. Umumiy qon tahlilida o'tkir buyrak infeksiyasida leykositoz va neytrofiliya aniqlanadi. Siydik yo'llari infeksiyasini tashxisini qo'yish uchun vizual tekshiruv usullari UZI va KT shart emas.
AQSh olimlari pielonefriti bor bemorlar tez UZIga tushishi pielonefrit tashxisini ko'p qo'yilishiga sabab bo'ladi deb hisoblashadi. UZI tekshiruvi CD yo'llari birinchi bor kasallanishida tavsiya qilinadi. Agarda bemorda gidronefroz, buyrakda chandiqlanish va boshqa siydikni reflyuksi aniqlansa, miksion sistouritrografiya o'tkaziladi. Davolash. O'tkir sistitni davolash darhol boshlanishi kerak, pielonefritga o'tmasligi uchun. Davolashda antibakterial preparatlar, oral antiseptiklar qo'llaniladi. O'tkir pielonefritda antibakterial davo 7-14 kun davom etadi. Davolash har bir bolani individual holatiga ko'ra o'tkazilishi kerak bo'ladi. Qaytalanuvchi siydik yo'llari infeksiyasini oldini olishda siydik pufagini va ichak faoliyatining buzilishlarining ahamiyati yuqori hisoblanadi. Shuning uchun bemorlarga tavsiya qilinadi. Qabziyatni oldini olish. Har bir hojatxonaga borganda siydik pufagini to'liq bo'shatish. Siydik pufagini to'ldirib yurmaslik, ushlab turmaslik. Siydik yo'llarini yallanishga olib keluvchi shakar, rang qo'shilgan va konservant saqlovchi mahsulotlarni cheklash. Rahmat.